Assalomu alaykum. Bugun yangi kun va yangi vlog. Biz Tayvandamiz. Tayvanning poytaxti Taypey shahridamiz. Sizlarga kechki Taypeyni ko'rsatgani yo'lga chiqdim. Qani, ketdik. Meni qiziqtirgan narsa Tayvan ko'chalari juda ham toza. Mana musorlarni shunaqa transportlarda yurib tez-tez tozalab turishar ekan. Taypeyning istalgan ko'chasiga kiradigan bo'lsak, qanaqadir juda ham chiroyli ko'rinyapti. Biz o'rganmagan mutlaqo boshqacha vibe ni beryapti ko'chalari. Metro yo'lda ana shunaqa street foodlar ham ko'rinyapti. Bunaqa narsa ham bor ekan. Agar imkonini topsam, biz yeyishimiz mumkin bo'lgan street foodlarni topib, sizlarga ham ko'rsataman, chunki Taypey street foodlari bilan ham mashhur ekan. Taypey ko'pchilik blogerlar street foodlarni tatib ko'rish uchun kechki street food bozorlariga borishar ekan. Biz ham nasib bo'lsa borib ko'ramiz. To'satdan kutilmagan joylardan Taypeyda chiroyli joylar, manzaralar paydo bo'lib qolar ekan. Misol uchun mana shu shopping streetni biz internetdan ko'rib kelmadik. Yo'l-yo'lakay metro qidirib ketayotganimizda yo'limizdan mana shunday joy chiqdi. Manzarani qarang. Juda ham ajoyib. Tayvanga kelganimizga 4-5 soat bo'ldi xolos, lekin menga bu davlat yoqyapti. Metroga kirayotganda ana jetonni shunday tekkizamiz va kirib ketaveramiz. Chiqayotganimizda shu jetonni teshigiga solib chiqib ketamiz. Metrodan chiqdik, endi Taypey avtobusiga chiqib ko'ramiz. E'tibor beringlar o'rtoqlar, Tayvanda, Taypeyda tartib juda ham kuchli. Odamlar mana avtobusga chiqish uchun navbatda turishibdi. Hali avtobus kelmagan, lekin bular navbatda turishibdi. Avtobusga yo'l kiramiz narxi 15 Tayvan dollari bo'lar ekan. Bu o'zbek so'mida taxminan 6,5 ming 7 ming so'mni tashkil qiladi. Avtobusimiz keldi. Mana shu sariq avtobusga chiqamiz. Bu yerda ikki tomondan ham avtobusga chiqsa bo'lar ekan, oldidan ham, o'rtadan ham. Koreyada faqat o'rtadan tushib, oldidan chiqiladi. Bu yerda ikkala tomondan ham chiqsa bo'lar ekan. Biz Taypeyda ko'rish uchun kelgan birinchi manzilimiz Taypeyning mashhur osmono'par binosi, turistik nuqtasi Taypey 101. Bu yerga kelishimning eng asosiy sabablaridan biri TikTokda bir video ko'rganda mana shu videoni qaytarish niyatim bor. Shu sababli mana shu nuqtaga kelganman. Sizlarga ham ko'rsataman. Mana. Okey, qanchalik o'xshaydi Instagramga o'tib baho berasizlar. Hozir uni ko'ramiz, lekin qorong'i tushyapti. Birinchi qismini hozir olishimiz kerak. Ketdik. Ana shu rasmga tushish uchun, video olish uchun butun dunyodan odamlar keladi. Hozir bu yerda odamlar navbat kutib turishibdi. Biron bir videoga, rasmga tushish uchun. To'g'risi, shuncha odam kutib turganda rasmga tushish yoki video olish noqulay bo'lar ekan. Afsus, o'zimiz reja qilgan videoni ola olmadik. Lekin rasmlarga tushib oldik. Yomg'ir yog'ib, keyin odam juda ham ko'p ekan, navbatda turar ekan. Shuning uchun video olishga deyarli sharoit bo'lmadi. Endi hozir keyingi manzilga ketyapmiz. Undan oldin sizlarga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Tayvanda soch oldirish narxi erkaklar uchun 250 Tayvan dollari ekan, ayollar uchun 300 Tayvan dollari ekan. Soch oldirish narxi. Hozir sizlarga o'zimizning so'mda qancha bo'lishini ko'rsataman. 250. Demak, erkaklar uchun soch oldirish narxi 100 ming so'm bo'lar ekan. Ayollar uchun soch oldirish narxi 129 ming so'm bo'lar ekan. Tayvan street foodlarini tatib ko'rish uchun Tayvan street foodlari tayyorlanadigan kechki bozorga keldik. Hozir biz yeyishimiz mumkin bo'lgan street foodlarni olib tatib ko'ramiz. Men sizlarga ovqatlarni ko'rsatib ketaveraman, o'zingizlar ko'ra olasizlar. Bular nimaligini o'zim ham bilmayman. Qandaydir xamirni yog'ning ichiga solyapti. Bu qovuriladi shekilli. Bu yerda tuxumlar ham bor ekan. Bu menimcha cho'chqa go'shtlari bo'lsa kerak.
Biz bu yerdan o'tib ketamiz. Bu yerda shirinliklar bor ekan. Bizga qiziq emas. Bu yerda ham Tayvanning o'ziga xos omlet qilinyapti menimcha. Bu qandaydir ichimlik ekan. Bu yerda ingliz tilida yozilgan ekan, mevali sharbat. Bu narsani oldin ham ko'rdim, lekin nimaligini bilmayman. Agar ingliz tilini biladigan sotuvchilar bo'lsa, so'rab ko'ramiz. Bu yerda peanut roll ice cream sotilar ekan, ya'ni yer yong'oqli mana shunday muzqaymoq. Tanga qabul qilar ekan, lekin menda tanga yo'q. Mana shu pulni beraman. E'tibor bering o'rtoqlar. Qirg'ichda qirilyapti, ichida yer yong'oq bor. Va qirg'ichda qirilgan yer yong'oqni qandaydir oq narsaga qo'yapti va uni ustiga muzqaymoq beryapti va kashnich qo'shyapti ichiga. Biz ham hozir shundan olib ko'ramiz. Yana mana biznikini tayyorlayapti. One. Yes. Thank you. Sizga 40 dollar qaytib berdi. No. Kashnich qo'shmaslikni aytdim, chunki muzqaymoqning ichida kashnich menimcha yaxshi bo'lmaydi. Hozir ko'ramiz. Ta'mi qanaqa bo'lar ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Qani, ta'mi ko'ramiz ta'mini. Boshida ta'mi unchalik yoqmadi, lekin ozgina og'zingizda turgandan keyin ta'mi yaxshilashib borar ekan, lekin bir tishlashda unchalik yoqimli emas ekan. Demak, nimani ta'mi kelyapti? Ichida yer yong'og'ini ta'mi kelyapti, lekin yer yong'og'idan tashqari durianni hidlab ko'rganlar bormi? O'sha durianni hidi kelyapti, ta'mi kelyapti. O'rtoqlar, buni qaranglar. Bunaqa Xitoy tabobati bor ekan bu yerda. Qanaydir yuziga narsalar surtyapti. Bu unaqa ekan. Yuzdagi tuklarni oladigan joy ekan. Uzr. Hech qanday xalq tabobati emas ekan. Bu bozor faqatgina bitta ko'cha ekan. Mana shu uzun ko'cha, mana shunday street foodlar qilinadigan joy ekan. Bu nima ekan? Bu potato. Bu kartoshka ekan qandaydir. Menimcha mana shuni tatib ko'rsak bo'ladi. Kartoshka bo'lsa kerak, hozir so'rab ko'ramiz nimaligini. Agar faqat kartoshka bo'ladigan bo'lsa, biz ham olib tatib ko'ramiz. Chunki qiziqarli ko'rinyapti. Do'stlar, bu faqat kartoshka ekan. Shirin kartoshka ekan. Menimcha biz buni olib yeb ko'ramiz. Shirin kartoshkani yeb ko'rganlar bo'lsa biladi. Oddiy kartoshkadan biroz farq qiladi, ta'mi shirin bo'ladi. Hozir qovurilgan shirin kartoshkani ko'ramiz. Ta'mini. Bu yerda nemis bir kishi bilan tanishdik. Tayvanga sayohatga kelibdi, hamkasblari bilan. Va birinchi marta mana shunaqa street foodni tatib ko'rmoqchi ekan. Shunga biz ham tatib ko'ramiz. Menimcha tayyor bo'lganga o'xshaydi. Yog'ini silkityapti. Kichkinasi 50 Tayvan dollari ekan, kattasi 80 Tayvan dollari. Biz ikkita kichkinasini olib ko'ramiz, men va do'stim. Juda ham uzoq vaqt tayyor bo'lar ekan. Chunki yog'larini silkitib, quruq bo'lgandan keyin bu yerga qo'yapti. Menimcha hammasini olgandan keyin bizga beradi. Chunki bu yerda uzoq navbat bor. Qolganlar ham mana shuni tatib ko'rish uchun kutib turishibdi. Bular Avstriyada yashaydigan chet elliklar ekan. Bu kishi germaniyalik, qolganlari asli tayvanlik, lekin Avstriyada yashaydigan
insonlar ekan. Okay. One small one please. Amik is okay? Yes. Okay, kichkina stop ko'ramiz. Mani do'stim ham oldi. Hozir Alisherning reaksiyasini ko'ramiz. Ali, yeb ko'rchi? Ye endi. Thank you. Okay. Ali, your reaction. Oh my god, did you drop it? So hot. Bismillah. Juda ham issiq lekin mazasi zo'r ekan. Menga mazasi yoqdi. Issiqlik uchun yeyish qiyin bo'lyapti, lekin mazasi zo'r. Chunki usti crispy ekan, qarsildoq ekan. Ichi bo'lsa yumshoq. Dahshat. Menga yoqdi. Do'stlar, Tayvan kelsangiz, albatta mana shunaqa qovurilgan shirin kartoshkani tatib ko'ringlar. Mazasiga gap yo'q, zo'r ekan. Bu yerda har xil turlari bor ekan. Lekin hammasi zo'r. Tatib ko'rishni tavsiya qilaman. O'rtoqlar, menga mana shunday street foodlardagi vibe juda ham yoqadi. Bu yerda sveji, barra mevalar bor ekan. Biz yeyishimiz mumkin bo'lmagan narsalar juda ham ko'p. Biz iloji boricha sizlarga qiziqarli bo'lgan va biz yeyishimiz mumkin bo'lgan narsalarni qidiryapmiz. Koreyadagi street food bozorlaridan farqli ravishda bu yerda musturlar solish uchun joylar bor ekan. Koreyada shunaqa mustur soladigan joy topish juda ham qiyin. Wow. 100 ekan. Aha. Biz qilyapmiz. 100 dollar ekan. Tayvan dollari. 560. Oh, one is enough. Thank you. Okay. Is this dragon fruit? Yes. Bu dragon fruit, dragon mevasi, ajdarxon mevasi. Ajdarxon mevasi. Odatda ichi oq bo'lardi. Men yeb ko'rganlarim oq edi, lekin bu ichi qizil ekan. Harakatni ko'ramiz. Bismillah. How is it? Zo'r. To'g'risi do'stlar, zo'r. Men avvallar tatib ko'rgan dragon fruit bunaqa mazali bo'lmasdi, lekin juda ham shirin ekan rostdan. Hamma narsa hozircha yaxshi. Birinchi muzqaymoq unchalik yoqmadi, lekin undan keyin olgan narsalarimiz yaxshi. Bu dragon fruit ham yoqdi menga. Wow, bu narsa ham qiziqarli tuyulyapti. Nima ekan hozir ko'ramiz. Butter, sariyog'li, bunaqa bulochka ekan. Vanilялigi, mangoligi bor ekan. Shokoladligi. Hozir so'rab ko'ramiz, agar hayvon yog'lari ishlatilmaydigan bo'lsa tarkibida. Buni ham olib tatib ko'ramiz. Do'stlar, olmoqchidim, lekin orqada juda ham uzun navbat bor ekan, u orqagacha. Shuning uchun olish fikrimdan qaytdim. Biroz aylanib kelaylik, agar navbat kamaysa olamiz. Bu yerda ajoyib shirinlik bor ekan. Bu qanaqa shirinlikligini bilmadim. Xitoy tilida yozilgan ekan. Bu muzqaymoqmi? Yo'q, muzqaymoq bo'lganda erib ketardi. Sir, what's the name of this? Rice powder. Rice. So it's made of rice, right? Okay, guruchdan qilingan shirinlik ekan. Thank you. Bu yerda boshqa ajoyib narsalar bor ekan. Menimcha bu ham shirinlik bo'lsa kerak, o'rtoqlar. Yoshligimizda shunaqa shirinlik bo'lardi. Adashmasam. Xo'rozqand emas, boshqacha. Lekin bular xo'rozqandga o'xshar ekan. Ana shu xo'rozqandlar sotiladigan joyda shunga o'xshagan oq qand ham sotilardi, shirinlik. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Bu yerda ham go'shtlik narsa. Go'shtli bulochkami, shunga o'xshagan narsa. Tayyorlanish jarayonlari ko'rsatlar bo'ladi. Odamlarning ko'z o'ngida xamirni ochib, ichiga mana shunday go'shtdan solishyapti mana. Go'shtdan solishib go'shtni xamir bilan o'rashar ekanda, keyin ko'katga tekizib, o'rab, menimcha buni parda pishirishadi. Yoki bu somsamikin? Bu somsa ekan. Bu yerda somsa bor ekan. Wow.
Tayvanga kelib, Tayvanda somsa ko'raman deb o'ylamagandim. Menimcha bu halol emas. Lekin ko'rinishi xuddi o'zimiz somsalarga o'xshaydi. Bunga navbat qaranglar o'rtoqlar. Odamlar juda ham qiziqishyapti. Mana bu yerda ham bor ekan shunaqa somsa. Afsuski bular halol emas. Qanaqa go'shtdan qilinganini ham bilmaymiz. Nomi Pepper Cake ekan. Do'stlar, mana shu Raohe Street Night Market degan joyga keldik biz. Agar Tayvan keladigan bo'lsanglar, Taipeiga sizlar ham mana shu ko'cha taomlari sotiladigan bozorga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Ular somsa yeyishyapti. Menimcha bularga yoqqan. Do'stlar, bu yoqda somsaga navbat qaranglar. Shuncha odam somsa olish uchun navbat turibdi. Tayvanga kelsalar mana shuga tandir somsa ochinglar, qaranglar mana. Tandir somsa uchun mana shuncha odam navbatda turibdi. Lekin bu halol go'shtdan qilinmagan, qanaqa go'shtdan qilinganligini bilmaymiz. Shuning uchun biz tatib ko'ra olmaymiz. Yo'limizni davom etamiz. Rostdan ham xuddi bizning somsaga o'xshaydi, qaranglar. Biznikiga o'xshagan tandirlarda yopilar ekan. Tandirlarni qaranglar, tandirlari ham juda ham zo'r ekan. Innovatsiya. Mana shunaqa tandirlarni O'zbekistonga olib kirish kerak. 3 ta kichik tandirchi va atrof top-toza. Mana shu usulda biz ham somsa yopsak bo'lar ekan O'zbekistonda. Mana xuddi somsa yopilgandek yopilar ekan. Buni nomi Pepper Cake deylar ekan. Pepper Cake bu qalampirli tort deganimi, nima degani o'zbekchasiga? Agar qanaqa tarjima qilinishini aniq bilsanglar, kommentariyada yozinglar. Ana o'zbek tilim hozir pand beryapti. Bu mashhur takoyaki squiddan qilinadi, kalmardan va yo'q, bu squiddan emas, bu 8 oyoqdan qilinadi. Bu yerda mevalar. Bu qanaqa meva ekan? Mana shu mevaning nomini bilmas ekanman. Okay. Bu yerda qanaqadir hayvonning oshqozoni bor ekan va hidi juda ham yoqimsiz. Yaxshi ham sizlar hidlamayapsizlar, shukr qilinglar. Ular tapshi ko'rinishdagi vaflilar ekan. Okay. Mevalari juda ham ishtaham ochyapti. Juda ham rangli. Wow, they look so good, but I'm so full. Thank you. Wow, juda ham chiroyli. Qornim to'q deb aldab qo'ydim, lekin yegim kelyapti. Afsus, boshqa narsani tatib ko'rishim kerak. Meva bilan bu vlogni tugata olmayman. Boshqa qiziqarli narsa qidiryapman hozir. Do'stlar, bu yerda qiziqarli narsa topdim. Qo'zi qorin ekan bu. Tuxumga botirilib qovurilar ekan. Ancha mana shuni olib yeb ko'rsak kerak. Biz uch xil turdagi bunaqa street food oldik. Bu ko'rinishdagi va bunaqa qo'zi qorindan tayyorlangan. Mana shu street foodni oldik. Mana shu aralashtirilgani bitta mana shunday qog'ozli idishdagisi 100 Tayvan dollari bo'lar ekan. Boshqani ko'rib baho beramiz. Thank you. Okay. Hozir tatib ko'ramiz. Men yaxshilab so'radim. Bunda hech qanday hayvon go'shti va hayvon yog'i yo'q ekan. Bismillah. Juda ham qiziqarli. Hozirdan yangi chiqqanini oldin topdim. Lekin mazasi zo'r. Menga yoqdi. E'tibor bering do'stlar. Bizda qo'zi qorin bor. Qo'zi qorin xuddi chuvi ekan. Chuvi nima bo'ladi o'zbek tilida? Do'stimga mana shu shirin kartoshka juda ham yoqib qoldi. Shuning uchun yana olgani keldi. Mazasi zo'r ekanmi? Saram kelsalar mana shuni yeb ko'ringlar. Juda ham yaxshi ekan. Mana lekin qornim to'ydi. Hozir men olmoqchi bo'lgan, men Tayvan tatib ko'rishni juda ham xohlagan bitta narsa bor. Chunki ana shu narsaning tarixi Tayvan bilan bog'liq. Ana shu narsa Tayvanda kashf qilingan. U meni yaxshi ko'rgan ichimligim. Hozir sizlarga shuni ko'rsataman. Men sizlarga aytgan narsa mana shu edi. Bubble tea. Bubble tea muxlislari bormi? Bubble tea mana shu Tayvanda o'ylab topilgan, Tayvanda kashf qilingan ichimlik hisoblanadi. Shuning uchun bu yerga kelib bubble tea ni ichib ko'rmasak bo'lmaydi. Hozir biz ham bubble tea olib ichib ko'ramiz. Hello. Can I have one bubble tea please? This one is brown sugar version. This one is bubble milk. With brown sugar please. Yes. Brown sugar medium or large? Large one. Just one? Yes, just one.
bizni bubble teamiz tayyor bo'ldi. Afsus ish ko'rinmas ekan, ish ko'ringanda yaxshi bo'lardi. Tangalarimiz. Thank you. Bahonada pulimni maydalab oldim. Haqiqiy Tayvanda o'ylab topilgan bubble tea. Ko'ramiz, ta'mi qanchalik meni oldin tatib ko'rgan bubble tealardan farq qilar ekan. Menga bubble tea yoqadi. Do'stlar, qani bubble tea ta'mini ko'ramiz. Mazza zo'r ekan, menga yoqdi. Tayvandagi eng mashhur street foodlardan biri stinky tofu, ya'ni sassiq tofu. Juda ham mashhur, juda ham ko'plab turistlar shuni tatib ko'rish uchun bu yerga kelishadi, lekin biz hech qachon buni yeb ko'rmaymiz, chunki hidi juda ham sassiq. Ko'rinishi qanday bo'ladi desanglar, chekkada qovurilyapti-yu, shu ko'rinishda bo'ladi. Bunday ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana shunday ko'rinishda bo'ladi, hidi juda ham sassiq, chidab bo'lmas darajada. Buni tayyorlanishiga e'tibor beringlar. Mukammallik bilan tayyorlanyapti. Hammasining o'lchami bir xil. Bu pankeklar tayyorlangandan keyin ichiga har xil nachinkalar solinar ekan. Frini yaxshi ko'radiganlar bormi bu yerda? Uzun frilar bor ekan. Uzunligini qaranglar. O'rtoqlar, shu bilan bugun kunimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tayvandagi birinchi kunimiz juda ham ajoyib o'tdi. Qornimiz ham to'ydi. Kechki ovqat qilishga hojat yo'q. Endi hozir mehmonxonaga borib, uxlaymiz, juda ham charchaganmiz. Hammaga rahmat. Oxirigacha ko'rgan har bir odamga kattakon tashakkur. Sog' bo'ling, rahmat.